Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Endi navbatdagi temamiz O'zbekistonda xabar xavfsizligini ta'minlaydi ruhiy ham huquqiy tikarlari deb ataladi. Reja. Birinchi, yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik, ma'naviy ham ruhiy to'qilish. O'zbekistonda xabar madaniyati. Ikkinchi, mamlakatlik ham nizom bilan qo'llaniladigan sirlar. Uchinchi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida xabardan qo'rg'aluvi. To'rtinchi, xalqaro normalarda xabar qo'rg'aluvi deb ataladi. Hozirgi vaqtda milliy xabar resurslari har bir mamlakatning ekonomikal ham askariy darajasini paydo etuvchi faktorlarning biri bo'lib xizmat etadi. Bu resursdan maqsadga muvofiq foydalanuv mamlakat xavfsizligini ham demokratiyalik xabarlashgan jamiyatni qalblastiruvini ta'minlaydi. Bunday jamiyatda xabar almashuv tezligi yetilsa, xabarni jinoy, saqlov, qayta ishlash ham ulardan foydalanu bo'yicha oldingi xabar kommunikativ texnologiyalardan foydalanu kengaydi. Turli ko'rinishdagi xabarlar qay yerda joylashuvimizdan qat'iy nazar kundalik turmushimizda xalqaro kompyuter tarmog'i orqali kirib keladi. Informatsiyalashgan jamiyat bu kompyuter tarmog'i orqali tezlik bilan rivojlanib bormoqda. Xabar alamini sayohat etuvda mamlakat chegaralari degan tushunlik borgan sayin o'z ahamiyatini joyitib bormoqda. Jahon kompyuter tarmog'i mamlakat boshqaruvini tubdan o'zgartmoqda. Ya'ni mamlakat xabarning tarqaluv mexanizmini boshqara olmayotgan жағдайлар ham uchrashib turibdi. Shuni xabarlarga nizomsiz turda kiruv, ulardan foydalanuv ham yo'q etish siyaqli mashg'ulotlar kundalikli masala bo'lib qolmoqda. Bularning bari shaxs, jamiyat ham mamlakatning xavfsizlik darajasini to'minlashini olib kelmoqda. Mamlakatning xabar xavfsizligini ta'minlash mashg'uloti milliy xavfsizlikni ta'minlashning tikarg'i ham ajralmas bo'ligi bo'lib hisoblanadi. Men xabar xavfsizligi deb ma'lumotlarni yo'q etuv ham o'zgartirishga bag'darlangan ham qasddan amalga oshirilgan har qanday xavflarda ham tasavvurlardan qo'rg'anligi aytiladi. Tarixdan belgili oldinlari xavf teqqana hujjatlarni urlov yoki ondan nusxa oluvdan iborat bo'lsa, hozirgi vaqtda xavf bo'lsa kompyuter tarmog'idan ma'lumotlarni urlov, elektron ma'lumotlar, elektron emas larda yeluv, ruxsatsiz foydalanuv holatlari uchrab o'tir. Xabarning qo'rg'aluvining maqsadlari to'mendagilardan iborat. Xabarning kelisімsiz chiqib ketuvi, urlanuv, yo'q etuv, o'zlashtiruv, жалғанластырудың алдын алу. Екінші, shaxs jamiyat mamlakat xavfsizligine bo'lgan xavf xatarlarning aldын алу. Uchinchi, xabarni yo'q etuv, o'zlashtiruv, жалғанластыру, nusxa qo'shiruv bo'yicha ruxsat etilmagan harakatlarning aldын алу. To'rtinchi, ham xabar sistemasına har qanday aralashib ko'rinishlarning aldын алу bo'lib hisoblanadi. Xabar sistemasında bar bo'lgan jeki ma'lumotlarning jashirinligi ham konfidensialligini saqlovning fuqarolarning konstitutsiyalik huquqlarini qo'rg'ov. Mamlakat sirin, nizomga sa'y hujjatlarda xabar konfidensialligini saqlov, xabar sistemalari, texnologiyalar ham ularning ta'minlovchi qurollar yaratuv, ishlab chiqaruv ham qo'llovda subyektlarning huquqlarini ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Mamlakatimizda xabar tarafındagi munosabatlarni tartibga soluv normalarining tikarg'i deragi bu O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi hisoblanadi. Bizga belgili xabar ham uning bilan bog'lanishli bo'lgan munosabatlar Konstitutsiyamizning tikarg'i babında ko'rsatilib o'tilgan. Qolgan barliq xabar tarafındagi munosabatlar tartibga soluvchi nizom ham nizomli hujjatlar Konstitutsiyamizning tikarında ham ondan belgilab qo'yilgan normalarni bekemlash maqsadida qabul etilgan. Bu tikardan жаңадан qabul etilgan жаңа redaksiyalari Konstitutsiyamizda bu masalalar yanada neleri kengaydi. Masalalar kengaytib berildi. Diqqatlariniz uchun rahmat. Shuni men bugungi temamiz shu.